Zangati tumanidan masjid oldidan uchastka yoki quruqlik qidirganlar bormi? Men variantimizni bitta ko'ringlar. Ikrom ota jome masjidimiz bo'ladi o'rtoqlar. Sizlarga aytayotgan variantimiz mana. Bitta ko'ringlar. Oldi fasadi 27 metr bo'ladi. Xo'p, shu joyimizdan boshlangan bo'ladi. Bu tomoniga keladigan bo'lsak, bu yog'iga ham 27 metr bo'ladi. Yo'l yuzida joylashgan. Biznes sentr qilaman desalar ham zo'r variant. O'zini alohida supermarket, alohida sartaroshxona endi joylari bor ekan, foydalanib turishgan joylari, lekin hozir sababli bo'lib sotuvga qo'yilgan. Manzilga ko'p to'xtab o'tmaymiz o'rtoqlar. Zangati tumani shu tinchlikka kiraverishimizda bo'ladi, hammamiz bilamiz. Xo'p, uchastkamizni ko'rganingizda 7 sotiq fasad qismlarini aytib o'tadigan bo'lsa, 20 ga 20 joylashgan bo'ladi. Uyg'oq joyimizda olib biznes qilaman desanglar ham zo'r joy o'rtoqlar. Atak ichida 7-8 ta xonalari bor, bez remont holatda, bitta remont qilib kirib yashasanglar ham zo'r variant. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari start $95,000 narxi tushyapti. Hali kelishiladigan joyi bor, pastda egalar nomerini